Demek çaya yengmelninki, çaya bilgini sılınmış dükkandalam yerelaymiz diyen gaplar buldu ekan. To'g'ri, shaya yemalning haqiqiy bilginmişe diye alaysizlar. O'xshamay qolsa shu qanaqa qilamiz? Haqiqiy o'xshaydi, o'xshamay qilib qolsa, daqsiz ochiq kelsin mayli. Çaya yengmelninki şu bilgi bilan sılın dükkan chiqayotgan bilan tam o'xshash qiladi diyen. O'xshash chiqadi va. Bilg çayaninki, Ha, to'g'ri. tam şu yengmelninki. To'g'ri. Yurak basımız emsem ya jumola. Şu çaya yengmelninki, çaya bilgi qilgan bilgilarni ilgili yengmelga atayan bar tuqo vaqtimizni ajratib emdi Shinxon ayimizdan uzurlab şu tam bilan şu bilgni yerelaydigan bo'ptimiz jumola. Mana mushu men turayotgan do'kon kelsanglar, bundan keyin şu bilg chiqadi ekan. Undan boshqa hamda şu aldığımız qilayotgan bayram munosabati bilan bu do'konda yana shu kartoq deymiz, qo'lgo deymiz, kichik qozon, cho'ng qozonli qo'lgolarni ajoyib yaxshi muvofiq tavsiyalar ulashib qo'yibdi. Mush bayramda hamda qo'lgo yeydigan, kartoq yeydigan do'stlarimiz mush qo'lgoxona kelib tetpaqsanglar, yeb kelsanglar bo'ladi. Do'st, ma oldimizdagi qanday tavsiyalar? Bu oldingizdagi 88 ko'ylak tavsiya. Bunun içinde kartoq var. Kartoq bor. 1 kilo to'liq chiqadi. 1 kilo to'liq chiqadi. Chikital ichimlik. Ichimlik. Shovchi var. Ha. Adgi bitta so'qsak. To'g'ri. Chikital tiyolyo. Mazliqimiz nechta? Ziqim 88 ko'ylak tavsiyaniki 30 tal. Hozir ma oldimizdagi 1 kilo kartoqqa ma to'g'san 88 kilo to'g'san. Asli bas shu. Buning asli bahasi 158 qo'y. 158 kilo mush to'g'sanda ham mush bayramda kelib qolsa 88 kilo birimiz degan gapmi? To'g'ri. Aniki ma qozon tayyorlab qo'yibsiz bu. Qanday bu? Bu qozon 2 kishilik qozon. Ya'ni 2 kishilik 58 qo'ylik tavsiyaniki. Asli bahasi 68 qo'y, hozirgi bahasi 58 qo'y tavsiyan. Bunun içinde chikital kichik qozon. Aniki 50 tal zir. To'g'ri. Simajanchun. Zimajangdan 2 tal, ichimlikdan 1 tal. Shularning hamisi 58 koy. Ya ondan başqa faoliyatlarimiz bormi? Onun boshqa faoliyatlarimiz bor. Yangbangoning faoliyati bor. Yangbangoningini 158 qo'ylik tavsiyan qildik. Bundan Yangbangodan 1 tal chiqadi. Asli bahasi 88 qo'y. Anandan keyin buningga zimadan 2 tal chiqadi. Sovuq saydan 1 tal, uşaq yemeklik, 2 tal ichimlik chiqadi. Buning asli bahasi 135 qo'y. Bugungi faoliyat bahasi 118 qo'y. Bak Hogo'nunki çoğun kichik qozonlarni faoliyat qilmay olma. Hogo'ningki cho'ng kichik qozonni faoliyat qilmagan, lekin bugun siz kipsiz biz faoliyat qilib birlik. Bu faoliyatni uzun muddat qilsaqmi bo'ldi, ha? Bu faoliyat qanaq desangiz 88 qo'yga yetgan bo'lsa, qancha odam kirib 88 qo'yga yetsa, cho'ng qozonni asli bahasi 28 qo'ylik bo'lgan qozonni 9 qo'y 9 moq bersak bo'ldi. Anandan keyin bir odamninki bizmish do'kon kirib chiqim qilgan puli, ya'ni shofisi 25 qo'yga yetsa, kichik qozonni 4 qo'y 9 moq bersak bo'ldi. Demak, çoğunuz maş do'kon kelib 88 qo'y luq tamoq yeb shofiy qilsak, cho'ng qozonli Hogo tengalarni 9 qo'y 9 moq. To'g'ri. 25 qo'y yetsa, kichik qozonliqdan 4 qo'y 9 moq bersa. Ha, ashta qilib bersak bo'ldi. Bu dikam taqdirlar. Zalim ko'nolama yana kartoqlari o'xshaydi. Burundan muqim paydas bor. Bu yer kartoqdan boshqa ayliqi Yangbango, Oz qanati, kartoqa, Hogo, kichik qozon, cho'ng qozon, andiki mana ziqlab Hogoxona. Mush bayramda ham qaz Hogoxona borib yeb kelsak bular, o'ynab kelsak bular degan do'stlarimiz. Mush jinniyamniki 6 yilga qarshi samovar sho'rib qansiq kelsang bo'ladi. Bu yaniki ayrim qansi bor, kazosi bor. Ayrim qanday olsanglar bo'ladi, yoki masjid kazosi olsanglar bo'ladi, yoki masjidga majozlar olsanglar bo'ladi. Unda ular qasa yurakni basmag'anlik qilib bermayli. Ma'qul. Anandiki undan bilan yana 6-oyning 1-kuni balla bayramlik biz yana ballaga alohida so'g'at tayyorladik. Misha kirgan har qanday bir kichik sog'ishimiz uşaq balla miya kirib bir tal so'g'at evas bo'ldi. Yaxsiz. Haqsiz. Ballalaringlarni yeb kelsanglar, ballalaringlar ham so'g'at bor ekan, o'zinglar kelib qolsanglar mushtaq jalliq faoliyatlar qilib qo'ydi. Qo'lgoning ziqining turini burunqidan ko'paytibdi, yangilik turlarini qaytibdi. Faoliyatninki vaqti mushu 5-oyning 27-kunisidan 6-oyning 1-kunigacha film yurak pesvetib bilan kelsanglar, bayramga e'tiborli tavsiyalarni mush e'tibor bordan yeralaysizlar. Amsa film yurak pesvetib film saqlab olinglar, pasta do'konni o'rin topolmaysizlar. Atrofinglardagi do'stlaringlarga yo'llab qo'yinglar. Jinniyamniki 6-yilga qarshi samovar sho'rib qolsizlar. Mushundaq tavsiyalik faoliyatlarni yo'l qo'yganligini, aniki mushada shayoning bilig'ininki yangimal tamdiki shayo bilig'ining chiqadiganligini bilib qolsin, faoliyatdan olan bir baxilib qolsin. Andan keyin bu yaniki ayrim xallar borki, masalan, cho'nglarimiz choy yeb kelib qolsa, misha kelsanglar, mush Hogoxonada bir choy qilsam bo'ldi degan do'stlarimiz kelib qolsa, yana ularga ayrim qilib qo'ygan faoliyatlar borki, muvofiq faoliyat qilib birdik jumola. Bu yana adresga kelsak, mash 90 ayimizdagi Ikramboy yo'l kirsizlar. Yana mash 90 shayo yo'ldan Jinniyan joylashgan Ikramboy yo'l kirib lam do'qmush shunda qarsangiz kirsizlar. 6-yilga Farsumaklik samovar sho'ribxonasi. Qarshi tarafimiz qarsak, Mashrab restorani bor. Mashrab restoranininki va qarshi tarafga joylashgan mush Hogoxona shu. Bugundan boshlab hamda mush shayoninki yangimalarninki o'xshagan alayda beliqlari mush do'konda chiqadi ekan. Mush shayoning beliqlarini yangimalik borma yeb baqsaq ularga degan do'stlarimiz, mush e'tiborli Hogolarni bir tetib kelsak degan do'stlarimiz, kelish unutqanlar sayt turnimi, mush ziqliq turnimi ko'paytibdi. Unda olib qolsa faoliyatning vaqtini yana bir deb atay. 27-yildan 6-oyning 1-kunigacha kelsanglar faoliyat bormasa. Filmni ko'plab taqib qo'yinglar, ko'rishlar. Xayr xo'sh.